Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi bemorimizning asosiy muammolari bo'yindan shikoyat qilib kelganlar va bo'yindagi og'riq qo'llarga tarqovchi og'riq bo'lyapti va sanchuvchi, achishuvchi og'riqlardan shikoyat qilib kelganlar va bellarda ham yengil og'riqlarni sezishdan shikoyat qilganlar va undan tashqari biz obyektiv ko'rganimizda boshi oldinga orqaga ekkanda, o'ngga chapga ekkanda harakatlarda og'riqdan va qo'llarning harakatlari cheklanishidan shikoyat qilib kelganlar. Obyektiv ko'rganimizda shularni ko'rdik. Bugun hozir 7-muolajalari bo'yin qismidagi 3-4, 5-6 va 7-umurtqa pog'onalari va yelka qismining boshlanish nuqtalarida osteoxondrozni 2-bosqichi, protruziya va grijalar mavjud. Bundan tashqari migrenga o'xshab og'rishlar, ya'ni chakka qismlarida og'rishlardan, bosh og'riqlaridan shikoyat qilib kelganlar. Hozir mana 7-muolajalari qay darajada o'zgardi hoji aka? Chiroyli, yaxshi. Og'riqimiz qoldi, yaxshi. Hozir juda yaxshi o'zgardi, og'riq yo'q. Quloqda shumlar yo'q, hammasi yaxshi. Quloqdagi shang'illashlar ham yo'qoldi, xudo xolisa. Quloqdagi shang'illash yo'qoldi. Yaxshi. Hozir bu kishiga mana 7 kun davomida medikamentoz muolajalar, ya'ni dori-darmonlar bilan davolash, fizioterapevtik muolajalar, ya'ni ultrazvuk, elektroforez, lazer, issiqlik bilan davolash yo'nalishlari shularni umumlashtirdik va manual terapiya, tochniy massaj, kinezoterapiya uslublarini hamohang qilib davoladik. Hozirda bu kishiga tochniy massaj muolajalari va fizioterapevtik muolajalarni amalga oshirdim. Hozir bu kishiga kinezoterapiya va manual terapiya uslublarini qo'shib davolayman. Bundan oldin shunaqa kasalliklar bo'lsa, tushuntirib o'taman, profilaktika, uy sharoitida profilaktika qilishlarini aytib qo'yaman. Ya'ni uy sharoitida ko'proq mazlarni surib turishlikni tavsiya qilamiz. Bundan tashqari mavsumga mos holatda kiyinishlikni tavsiya qilamiz. Ko'p o'tirmaslikni, bir joyda ko'p o'tirmaslikni tavsiya qilamiz va stollarda o'tirganda qiyshaymasdan o'tirishlarni va tekis holatda o'tirishlikni, qaddini rostlab o'tirishlikni odamni tavsiya qilamiz. Undan tashqari ana telefonlarga ko'p engishib o'ynamaslikni tavsiya qilamiz. Telefon bilan kompyuterda ishlaganda oldinga ko'p engishmasdan ishlashlikni tavsiya qilamiz. Va buni oldinga ko'p engishib ishlagan mahalda, mana misol uchun boshimiz mana 0 gradusda turganda bo'yin qismiga 5 kilo 6 kilo yuk tushib tursa, oldingi engishgan pallada bo'yinga kattaroq nagruzka tushadi. Ya'ni 25 kilo 30 kilo kerak bo'lsa, yuklama ko'payib ketadi. Va buni bo'yin osteoxondrozlarini profilaktikasini qilish uchun mashqlarni buyuramiz. Ya'ni mana og'riqlar qolgandan keyin, yo'qolgandan keyin mashqlar. Ya'ni raqamlarni burun bilan havoda chizilsa, shu bo'yin qismidagi 7 ta umurtqa pog'onasidan o'tgan, yopishgan paylar hammasi faollashadi. Har bir harakatni natijasida o'sha muskullar kuchayib boradi. Kuchaygan sari osteoxondroz, grijalar uzoqroq yuradi. Shularni tavsiya qilamiz. Hozircha ma'lumotlar shu va o'sha kollagenga boy bo'lgan mahsulotlar, kalsiyga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilib turishlikni tavsiya qilamiz. Hozir mana kinezoterapiya uslublarini qilamiz bu akamizga. Oyog'ingizni hoji aka tortasiz. Torting. 1, torting. 2, torting. 3. Bunisini torting. 1, 2, 3. Yur. Oyog'ingizni buklang. Bunisini ham. Ikki yonga suring. 1,
2 3 o'rtaga torting. 1 2 3 uzating. Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Hop. O'tiring hoji aka. Qaddingizni rostlang. Qo'lingizni tushiring. Mana boshingizni mana tevaga ko'taramas, pastga bosasiz. Bosing oldinga. Oldinga bosing. 1 bosing. 2 bosing. 3 boshingizni oldinga bosing. Ko'taring tepaga. 1 2 3 chapga qarang. Chapga. Chap tomonga. 1 2 3 o'ngga qarang. 1 2 3 yaxshi. Bo'lsin bering. Yaxshi, ancha faollashib qopti. Yaxshi, zo'r. Qo'lingizni bosh orqasiga qo'ying. Boshingizni saliga. Yelkangizni bo'shashtiring. Bo'shashtiring. Yaxshi. Endi yoting. Mana qarang. Mana manual terapiyani tortish yo'nalishlarini qilamiz. Chapga qarang. Bo'shashtiring. Bo'shashtiring. Yaxshi, mana zo'r qirsillayapti mana. Bo'sh qo'y. Zo'r, klass. Yaxshi. Bo'ldimi? O'tiring, to'xtat. Harakatlantirib ko'ring, oldinga, orqaga, o'ngga, chapga. Yaxshimi? Juda yaxshi. Qo'llaringizni harakatlantirib ko'ring, aktivlashibmi ancha? Yaxshi. Yaxshi. Og'riqlar yo'q, yumshagan paydamiz. Yaxshi. Alloh shifoingizni bersin. Yanada tuzalib keting. Rahmat.